Kim balası? Anne. Kim mi? Dede. Dedeň balasımsa? Assalamu alaikum, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Canlar sağ olsun. Şu ro'za Ramazan ayında Xudo xolasa bir ihsan videomuz var edi. Hozir bir video davomida görsanglar tushuntiramiz. Ne bo'lgan, ishlatgan. Ish hozirgi balani operatsiyasi uchun pul kerak ekan. Hozir yana dadasi bor ekan, dadasidan bir qator so'raymiz. Uylarni sotib уже bir marta operatsiya, bir marta ishlatdik dedingiz, bir marta уже operatsiyam ishlatganlar. Şimdi случай bo'lgan, endi pulam yetmay qolgan, uyni puli ketgan, o'zlari yana uyni ahvoli kvartirada, ijarada yashab o'tiribdilar, yana uyni ko'rinishi shunday. Birinchi kun yana ketishimiz kerak dedi, yana больница olib borishimiz kerak dedi. Bir marta operatsiya bo'ldi dedi. Shuna yana Rozayinda ihson ataman desanglar. Ey, ostdan tushib ketdi. Uyni ko'rinishi shunday, uyni sotganlar, uy ketgan, uyni pulam ketgan shu balaga yana. Bala yaxshi bo'lib ketmadi-a? Balada o'zgarish bo'ldimi? Shuni hozir endi bir qator. Şimdi video ishlatdik endi. Kim ihson qilaman desa, ha. Babam. Xo'p, karta nomerlarini qo'yib qo'yamiz, ishonch nomer qo'yamiz, telefon urib so'rashingiz mumkin. Genkan bir informatsiya bering bizlara. Nima bo'lib turibdi, nega bo'lib turibdi? Bir qator. Xo'p, shu dadasi bo'ladi yana balaning. Semash ko'rsatadi uyingiz, uyni sotdingiz. Bir marta operatsiya ishlatdik. Bir marta 6 oylik vaqti shu Mustafa balamiz yiqildi. İnternetə çıxardıq, ayrım bir blogerlar, bir neto bir xəstə, bir neto söyləyəndən keyin, bir yeni almandan keyin uyumuzu satışa məcbur olduqdan bir marta operatsiya işlətdik. Hazır indi özümüz kvartirada yaşayımız, mən özüm gruçik bo'lib ishlayman. 3 milyon aylık alaman, lekin aylıkım 2 milyonu caya getədi, 1 milyon qaz svetimizə getədi, heç nə yetmedi daşı. Özünə darmanlı yetmedi. Ayrı vaxtda aç qap getgan günlərimiz amboğa, uyumuz yox. Qo'ldan kelsa shu balama yordam qilinglar. Birinchi kun olib ketamiz buni operatsiya, Toshkentda davolatish uchun operatsiya bo'ladigan bo'lsa operatsiya ishlatamiz. Yo'q, davolanadigan bo'lsa davolatib kelamiz. Qo'ldan kelsa bir og'amiz ihson qildi. Hammadan yordam so'rab qolamiz. Qo'ldan kelsa o'zimiz karta nomerlari, telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Nomeringizni qo'yamiz. Yordam qila olmasangiz ushbu videoni like bosib tarqatib bersangiz ham yordam qilgan inson bilan baravar bo'lasiz. Endi qo'lingizdan kelgancha Rozayindan chisom yordam etsanglar ham yana shu bola uchun. Bo'lmasa shu birdan like bossangiz, shuni o'zim yig'san, shu ko'proq odamlar ko'rish uchun shu videoni maksimalni Birinchi kun tarqatinglar. olib ketamiz. Bu nov kasal, shuni ham bir infeksiya kasalligi bor, ham kallasida qon qatgan deb turibdilar. ha. Shunday deb turibdilar. Endi Toshkentga olib borib keldik. Operatsiya qilish kerak dedi. Endi yana bir olib boramiz. Yo'q, biz operatsiya davolatamiz desa, xudo xolasa videolarni shu og'amizga tashab netib turamiz. Birinchi kun Toshkentga ketamiz, xudo xolasa. Bir operatsiya ishlatdinglar, bir marta. Bir marta burnundan ishlatdik, o'zi chandiqi bayına bedayning. Burunsinda 6 oylik vaqt yiqildidan bu. Rossiyada ishlamaga ketdik. Şu anda yiqilib, o'tlashib ketgandan keyin majburlikdan joyimizni sotib bir marta ishlatdik. Men hozir o'zim ishlayman, opam ishlay olmaydi. Akam nogiron, oyoqi buklanmaydi, yechilib ishlayman. Faqat men ishlayman, lekin men ishlayam dazi kerak bo'lsa darg'am yetmaydi buni. Bundan boshqa yana bir balans buni quloq eshitmaydi. Bundan boshqa kichkinamiz yaqinda tug'ildi, uni quloqi eshitmaydi deyaptilar, lekin uni ko'rsatmadik, akkalib ko'rsatasizlar. Sharoitimiz bo'lmagandan keyin olib bormadik uni. Shu Mustafa bekimiz yana qo'ldan kelgancha yordam qilinglar. Shu balani yana Rozayinda yana nov qo'lingizdan nov yordam kelsa, karta nomerlarini qo'yamiz, telefon nomerlarini qo'yamiz, ishonch nomeri bor, xohlasanglar gelsanglar bo'ladi. Manzil 4gulda Ulug'bog'dan qancha bir gap ber? Bir gapini bilmayman. Bir gapini bilmaysiz. Ulug'bog'da paxta zavodini yonidan o'tib keldim men Ko'na bozor yonidan. Telefon nomerlarini qo'yib qo'yaman, dadasining nomerini, uydagilarning nomerini, nov savol javoblar bo'lsa kelib so'rashib, nov ihsoningiz bo'lsa xohlasangiz uyine kelib sharoitini ko'rib, shu uyni egasini ko'rib turib keyin bersanglar ham bo'laveradi. Qo'llaringizdan kelgancha chisom yordam etsanglar, Rozayinda 1000 so'm ihson etsangiz ham ihsona kiradi. 1000 so'm bo'lsa, 1000 so'mdan 10.000 odam, 100.000 odam pul tashlasa, neden pulingni olib ketadi? 1000 so'm tashlasangiz ham, har bir ko'rib turgan. Tashlamasangiz ham shu videoni maksimalni tarqatib bering. Siz tashlamasangiz boshqa biri tashiydi. Sizda imkoniyat bo'lmasa. Xudo xolasa yana birinchi kun bitamiz deydi. Yengil olgan pul necha so'm pul tushsam, darisina bo'lar, boshqasina bo'lar. Akşam balla kelib ihson etib ketdi. Alloh rozi bo'lsin ulardan ham. Mana shular telefon etib aytdi. Bo'lmasa men xabarim yo'q edi. Akşam bize yanımıza telefon qildi. Akşam gel almadım, yine bugün gelip yine
Birinci gün Çünki etdirtmiz, aparıb qoldan həmə gələcək. videolarını maksimal neçə ağamıza taşap duramız. Polunu görsətgən, liçeniyaları, darları qoldan gəlsə, dım yardım qıla almasan şu videoya tarqatıb versəniz, yardım Videonu qılan tarqatsa insanlarla şunu özü bərabər yardım oluruz. şu. Rəxmət həməyə. Ünü gəlib göstəriz mümkün. Mənzil Ulubağda Könə bazar yanından, Paxta zavodunun yanından girib gələ versənglər şöyle telefon sənglə düşündürədir. Sağ olun, salamat olun.